ربنا درب طويل بالهدى القرآن. It is haram, haram, haram. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. ای لاغتا شعر یزدان عيناها حسبها مشتكاها حزنها وبكاها Bez matri, слезы строю, сам же рушу, но внутри вырывается наружу. Без любви прожигал я твою душу. ولا اسمع نفس. Ayol kishi ko'chaga chiqarkan, 4 ta erkakning nomini ko'tarib chiqadi. Yelkasida 4 ta erkakning nomini ko'tarib chiqadi ayol kishi. Bitta harakati bilan 4 ta erkakni yer bilan bitta qilishi ham mumkin. Va bitta harakati bilan o'sha 4 ta erkakni ko'klariga ko'tarishi ham mumkin. Yetkazib qo'yinglar shuni ayollarga. Ular kimlar? Birinchisi eri, ikkinchisi otasi, uchinchisi aka yoki ukasi, to'rtinchisi o'g'il farzandining nomini ko'tarib chiqadi ayol kishi. Ayollar ko'chada yurganda hushyor yursin, odob bilan yursin. Shu to'rala erkakni ko'tarib yurganini his qilsin. Девушка, чье сердце в двери не впускала зла. Змеи брали страннику, что все не станет счастлив он. Но он упрямо верил, что найдет покой в ее глазах. أقابل قوموا جميعا ما لها اليوم سوانا نحن أحفادك. Boydan bersin, kambag'aldan bermasin. Krasavchikidan bersin, urodidan bermasin. Adnalibidan bersin, babnikidan bermasin. Ko'kidan bersin, so'midan bermasin. Hey, amin. Ilohi amin. Shunaqa Xudoning o'zi asrasin. Erkakka bunaqa ayol kerak emas. Erkak bunday ayoldan qochadi. O'zini hurmat qilgan, o'ziga qalbdosh izlagan, yostiqdosh izlagan erkak qanday ayolni istaydi va o'sha ayol men bo'la olamanmi deb so'rang. Qachonki ichingizda ha men o'shaman bo'lsa, o'sha erkak kirib keladi hayotingizga. Lekin ungacha to siz жаловаться qiladigan, ya'ni noliydigan, to siz faqat negativ ko'radigan, kamchilik izlaydigan bo'lsangiz, erkakka bunaqa ayol kerak emas. Erkak bunday ayoldan qochadi. Uni hayotida yetarli, undan norozi bo'lib yashaydigan atrofida yetarli, u shunaqa qalbni istaydiki, uni tushunsin. Unga yelkadosh bo'lsin, unga qo'lingizdan keladi hech narsa emas. Eplaymiz deb turadigan yonida shunaqa podдержканы izlaydi. Biz qanaqa erkakni izlaymiz, bilasizmi? Biz pul ishlab chiqaradigan mashinasi bor erkakni qidiramiz. Ishlasin, mehnat qilsin, menga pul topsin, davay, remontimni qilsin, uyimni qilsin, narsamni olib bersin, boshqa. Bunaqa erkaklar menimcha majbur emas. Sizga yoki menga yoki boshqa odam bilan yashashga. Bunaqa erkaklar o'zi ham maza qilishni biladi. Unaqa erkaklarga buni olib kelganda a priori по сути xotin kerak emas. Lekin uni qo'llab-quvvatlaydigan mana erkak hayotida yutug'ini ham, kamchiligini ham, yuqoriga chiqganini ham, ya'ni cho'qqida chiqganida ham, mag'lubiyatini ham qabul qiladigan ayol yonida bo'lsa, ana o'sha ayol bilan u bir umr yashagisi keladi. Erkak kishini uzoqlashtiradigan 3 ta narsa. Hattoki u sizni sevsa ham, siz qanchalik chiroyli yoki o'zgacha bo'lishingizdan qat'iy nazar, ovozni ko'tarish, janjal paytida baqirish sizni kuchli ko'rsatadi deb o'ylamang. Bu kuch emas, faqat chalkashlik.
u sizda erkaklarga xos xatti-harakatlarni ko'ra boshlaydi. Bu esa hamma narsani o'zgartiradi. Hurmatsizlik va keskin so'zlar. Hech bir erkak har bir so'zga 10 ta javob eshitadigan munosabatni xohlamaydi. Erkaklarga hurmat kerak, xuddi ayollarga sevgi va mehr kerak bo'lganidek. Tinimsiz tanbeh vaqtni to'g'ri tanlang. Agar u charchagan yoki bosim ostida bo'lsa va siz aynan o'sha paytda bosim berishni boshlasangiz, hech narsa yaxshi tugamaydi. Hissiy aqlni ishlating. Uning kayfiyatini sezib, qachon nima haqida gapirishni kerakligini biling. يا رمز الوئام يا صفاء الحياة يا رمز الوئام يا صفاء الحياة يا أخياه يا تقياه يا أخياه يا تقياه يا رمز الوئام Erkak odam gapirganda ko'p deyishgan. Faqat ayol odam nimaga kaltaygiydi? Men o'zim ham ayolman. Tilda. Shu erkak gapirganda ayol odam indamasa o'tib ketadi. Erkak uchun hayotidagi eng yaqin do'sti bu uning ayolidir. Ayolidan ko'ra yaqinroq inson bo'lmaydi. Lekin ayol qachon eriga haqiqiy do'st bo'la oladi, bilasizmi? Qachonki erini hurmat qila olsa, so'zsiz tushuna olsa, qachonki vafoli bo'lsa, qachonki eriga o'sha xo'p bo'ladi degan sehrli so'zni ko'p ayta olsa, ana shunda ayol erkak uchun haqiqiy do'stga aylana oladi. Lekin shuni ham bilingki, erkak uchun eng xavfli dushmani uning o'z ayoli bo'lib qolishi ham mumkin. Agar ayol erini sirini boshqalarga ochsa, orqasidan g'iybat qilsa, eriga qarshi chiqib yashasa, u asta-sekin dushmanga aylanadi. Chunki erkakni ko'chadagi odam sindira olmaydi. Uni uyidagi odamgina sindira olishi mumkin. Dunyoni hamma ilmini olib keling, lekin eringiz rozi bo'lmasa, jannat hidini ham hidlamaysiz. Nega? Alloh taolo ayolingiz rozi bo'lsa jannatga kirasiz demadi. Eringiz rozi bo'lsa dedi. Menga shunaqa savol kelib qoldi-da, direktimga yozishibdi. Opajon, nima maslahat berasiz? Men Rossiyada ishlarim o'xshamadi, qaytib kelsam, ayolim boshqa boyroq odam topib, u bilan gaplashib ketibdi. Men buni kechira olmadim, biz ajrashdik. Alloh jazosini bersin deb yozdim, aytdim. Unaqa qarg'amang, mayli hammasini o'zini Allohga izmiga topshirib qo'ying dedim. Lekin ayollar yaxshilab o'ylab ko'ring. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Meroj kechasida nimani ko'rdim dedilar? Essiz. Ummati ayollarimni 2 qismi do'zaxda ekan demadilarmi? Biz qayoqdan ketib qolamiz? Tilimizdan ketib qolamiz, farzimizdan ketib qolamiz. Juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qanaqa qilib turmush o'rtog'imiz nikohida bitta odam nikohida bo'lib turib, boshqa nomahram erkak bilan gaplashishi mumkin. Allohdan hayo qilaylik. Bir narsani tushunib yetdimda, haqiqatan sevgan erkak sizga cheklov qo'yadi. Sizni shunchaki o'ynagan erkak sizga erkinlik beradi. Haqiqatan sevgan erkak buni kiyma, buni yema, buni qilma, uni qilma, buni qilma degan narsalarni beradi. Lekin biz ba'zi bir noshukur ayollarimiz va aqli past ayollarimiz "Samani borimcha qabul qilmayapsan" degan shiorga yo'yib qo'yadi. Haqiqatan sizni sevgan erkak sizni boshqa ko'zlardan nazorat qiladi. Chunki u erkak boshqa ko'zlar qanday ishlashini juda yaxshi biladi. Islomga qaraydigan bo'lsak, to'g'risi erkaklarga rahmim keladi. Uzr. To'g'risi sizlarga rahmim keladi, chunki bilasizmi, erkaklar ko'chaga chiqishi kerak, ularning shunchalar ko'p mas'uliyatlari borki, ayollarni esa Alloh subhanahu va taolo darajasini ko'taribroq qo'ygan. Ayollarga oson. Erkaklar ayollarni moliyaviy tomonlama, jismoniy, aqliy tomonlama, har tomonlama qo'llab-quvvatlashi lozim. Bizni esa ovqat qilishimiz sadaqa, kirlarni yuvishimiz sadaqa. Albatta, Allohni rozi qilish uchun erlarimizni rozi qilamiz. Lekin bilasizmi, Allohdan qo'rqqan erkak musulmonlar ichida ayol musulmon bo'lish, mashalloh, bosim ostida qolmaysiz. Gapirmasa eri gapirmaydi ayol. Bir kun gapirmasa bir kun, 3 kun gapirmasa 3 kun, 10 kun gapirmasa 10 kun gapirmaydi. Ta eri birinchi borib, endi uzr deb eri uzr so'rar ayolga. Keyin bir narsalarni hadiya qilib, ko'nglini topgandan keyin gapiradigan ayollar bo'ladi. Bular jannat ayollar emas. Ayol jannat ayoli erining qo'lini ushlab, "Men shu qo'lim siz qo'lingizda turibdi. Ko'zimga bir marta uyquga ko'zimni yummayman, kiprik qoqmayman, to siz rozi bo'lmagunicha." Eriga birinchi bo'lib yarashish taklifini berib, "Sizni ko'nglingiz mendan to'lmaguncha uxlamayman" degan ayol jannatiydir. Yuribmizda, ko'ksimizda olov bilan
mingta go'zal yorlardan ko'ra bitta g'amxo'r borligi yaxshi. Yo'llaringga ko'z tikib har kun uyda kutgan ayoling yaxshi. O'zga yordam mehr izlama, bag'rin quchib shirin so'zlama, ko'ngil berib vafo ko'zlama. Uyda kutgan ayoling yaxshi. Og'ir kunda dardga malham, ko'zlarini qilma hech nam, dunyolarni bersang ham kam. Uyda kutgan ayoling yaxshi. Mehrga zor ko'ngliga boq, o'tda kuymas joniga boq, o'zgiga emas o'ziga boq. Uyda kutgan ayoling yaxshi. Quchoq baxtga to'ldir, asrab siypab yuzin kuldir, sevishga arzir tanho guldir. Uyda kutgan ayoling yaxshi. Tunda ziyo sochgan halol, soydek tiniq oqar zilol, Alloh bergan juft halol. Uyda kutgan ayoling yaxshi. Rashk qilmasin, ishonsin. Rashk qilyaptimi, demak ishonmayapti. Nima men unga nima qildim? Insonni o'rtasida ishonch bo'lishi kerak. Ishonch bo'lmasa yasholmaydi degan gaplar bor. Hamma safsata gaplar. Erkak nima uchun rashk qiladi? Ishonmaganligidanmi? Yo'q. Erkakligi uchun rashk qiladi. Erkakning sifati shunaqa rashk qilish. Agar u rashk qilmay qo'yar ekan, unda erkaklik funksiyalaridan bittasi yo'qolib qoladi. To'laqonli erkak bo'lmay qoladi u. Chunki erkak qanaqa yaratilgansa rashk qiladigan qilib yaratilgan. Tabiatan shunaqa. U o'zini unga tegishli bo'lgan narsani himoya qiladi. Unga tegishli bo'lgan narsani nazorat qiladi. Unga tegishli bo'lgan narsani rioyasini qiladi. Ya'ni rashk qilmasa ekan erkak kishi, u kutib tursinki, shu erkakligiga hujum bo'ladi. Bu xato narsa u. Erkak kishi rashk qiladi, erkak kishi qizg'onadi. Ayolga endi rashk yoqmayotgan bo'lsa o'zi, ayol o'zi buzuq ayol hisoblanadi. Chunki aqlli, farosatli, o'zini qadrini bilgan ayolga rashk yoqish kerak. Qanaqa ayolga rashk yoqmaydi desa, o'zini ko'z qiladigan, erkakligi ko'zi o'ynaydigan, mana shunaqa ayolga rashk yoqmaydi. Lekin o'zini qadrini bilgan, o'zini himoya qilinishini xohlaydigan, ayolman, ayolligimcha qolishim kerak deb o'zligini tanigan ayol albatta rashkdan xursand bo'lsin. Chunki u himoyada u nazoratda u. Yana ham yaxshi-ku bu ayolga. Rashk qilgan paytda unga yoqmaydi. Buzuq ayollarga-da ko'chada qanaqadir muammoga kirib qolsa, nima deydi bir pastda? Meni himoyachim yo'q, men bir ojiz ayolman. Bu bunaqa paytda esga tushib qoladi. Demak, rashk xohlamayotganligi u ayol buzuqligi o'zi. Ayol kishi erini uydan erini ruxsatsiz chiqishi mumkin emasligiga barcha imomlar, olimlar ittifoq qilishgan. Bu o'rinda otasi buyurdimi, onasi buyurdimi farqi yo'q. Modomiki er bunga qarshi oladigan bo'lsa, chiqishlikka haqqi yo'q. Shariatimiz qanday zo'ra? Xotinim uyda o'tiradi, ko'chaga chiqmaydi mendan ruxsatsiz deysiz, xotirjam yuraverasiz. Endi indamasdan shap-shap chiqib ketadigan xotin bo'lsa-chi? Qani yuribdi-ki? Nima qilyapti-ki? Agar er tirikchilik yuzasidanmi, xizmat yuzasidanmi, boshqa bir joyga borib yashashlikka to'g'ri kelsa, o'zini xotinini olib ketmoqchi. Er ana shu joyda xotini uchun hamma sharoitni muhayyo qilib beradi. Endi ota-ona, qizning ota-onasi, bormaysan ering bilan desa, kimga itoat qilinadi? Albatta eriga itoat qilinadi. Aytdik, modomiki er o'zi bilan olib ketayotgan ayoliga shariat talab qilgan sharoitlarni qilib beradigan bo'lsa, borishligi kerak bo'ladi. Chunki aytdik, nikohlangandan keyin bu qizni yoki bu ayolning ustidagi ko'proq haqli odam kim? Eri bo'ladi. Itoatkor ayolga uylaning. Hayot shundoq ham og'ir. Uni gapingizni ikki qiladigan, bir so'zdan qolmaydigan inson bilan yanada og'irlashtirmang. Itoatkor ayol siz bilan talashmaydi, talab qilmaydi, boriga shukr qiladi, kamsitmaydi. U sizni boringizcha, qayerda qanday bo'lsangiz shundayligingizcha qabul qiladi. Bu uning soddaligidan emas, Robbisi unga shu itoati uchun tayyorlab qo'ygan ne'matlarni bilganidan. Unga ishonib uyingizni, molingizni, omonatingizni tashlab keta olasiz. Umr yo'lingiz davomida qalbingiz hamisha xotirjam bo'ladi. Erkak kishi bilasizmi nima uchun ayolini rashk qiladi? Ko'pincha bu ayollarga yoqmaydi rashk qilish. Erkak kishi ayolini qizg'onsa, rashk qilsa yoqmaydi ayol. Nima uchun rashk qiladi erkak kishi? Chunki biladi bu erkaklar qanaqalik. Erkaklarning marazlari qanaqa bo'lishini biladi. Erkak kishining ichida maraz tuyg'ulari qanaqaligini ular biladi. Shuning uchun ayolini rashk qiladi. Ayollar xursand bo'lsin eri rashk qilsa. Erim meni qizg'onyapti ekan. Birovlardan qizg'onyapti ekan desin, xursand bo'lsin. Qovog'ini solmasin, urush janjal qilmasin. Chunki erkak kishi biladi-da, erkaklar ko'chada nimalarga qodirligi. Ko'zi bilan nimalar ishlar qilib olishligini erkaklar juda yaxshi bilganligi uchun ayolini rashk qiladi. Mana shu ayollar erkak kishining rashkini to'g'ri qabul qilsinlarki,
Demak, sevgan erkak, ayoliga muhabbati bor erkak, ayolini qizg'ongan erkaklargina rashk qiladi. Er Allohdan qo'rqib ayolning xizmatida, ayol Allohdan qo'rqib erning xizmatida. Faqat shunda xonadon saodatli bo'ladi. Agar tarbiya qilishlikda ayoli sizga sherik bo'lmasa, bolalarni islomiy tarbiya bilan tarbiyalashga kerakligi ayolingiz ham sizga yordamchi bo'lmaydigan bo'lsa, ishonavering, qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Ayolingiz yordamchi bo'lsin birinchi sizga. Erkak kishi ayoli bilan qachon saodatli bo'ladi? Nima qilsa saodatli bo'ladi? Ayoliga Robbisini tanitsa. Ayoli Robbisini tanisin, shundan keyin bu ayol o'zining erini baxtli qila oladi. Shundan keyin bu ayol erini qanaqa haqlari borligini biladi. Shundan keyin ayol Allohni tanigandan keyin erimni xizmatini qilsam, bu ibodat ekan. Erimni rozi qilsam, Allohning roziligiga yaqinlashaman ekan, deydi. Shunda erini xizmatida qoyil bo'ladi. Tanimagan qiz, tanimagan bola Allohning izni bilan qabul qildim, roziman deydi. Alloh shunday muhabbat qilib qo'yadi o'rtaga. Ba'zilar ajrashib ketyapti-ku desa, ular sep uchun, chiroy uchun, pul uchun uylangan erga tekkan, shuning uchun ajrashib ketyapti. Alloh uchun uylansin edi, Alloh uchun turmushga chiqsin, qiyomatli bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom bilan Hadicha onamiz nikohlari kabi bo'lib ketadi. Ular Alloh uchun bo'ldi-da. Hozir manfaat, mansab, pul, chiroy, mashina, zevzinat, burchatka, temirli ishi bo'lib ketgani uchun 1,5 oyda manaman degan dang'alama to'y qilsa ajrashib ketaveradi. Erkaklar ayolni ko'chaga chiqqanda nazorat qilishadi. Buni ko'pgina ayollar menga erkinlik bermayapti deb tushunadi. Aslida esa erkaklarning rashki bu nazorat emas, aslida himoya. Erkaklar boshqa erkaklarni qanday fikrlashini, qanday fantaziya qilishini, qanday tasavvur qilishini juda yaxshi biladi. Shu sababdan ham boshqa erkaklarning ko'zi ayoliga tushishini xohlamaydi. Hatto boshqalarning ongida ayoliga nisbatan xayol yoki tasavvurlar, hissiyotlar uyg'onishini xohlamaydi. Erkaklarda bu instinkt tug'ma bo'lganligi uchun hatto buni o'zlari tushunmaydilar ham. Bu sevgidan, mas'uliyatdan, himoya qilish istagi kuchli ekanligidan kelib chiqadi. Bugun to'yda 27 yoshli qizcha bilan gaplashib qoldim. Aka dedi, internet, Instagramga ishonish kerak emasligi, hammasi yolg'on, safsata gaplar ekan deydi. Mana shu internet orqali hayotda yo'limdan adashdim deyapti. Nima bo'ldi desam, erim 1,5 yoshli o'g'lim bor edi, bitta nomard erkakning gaplariga ishondim deb o'zim ikkinchi xotin qilib olaman, karyera qilasan, mashina, uy-joy olib beraman dedi. Natijada bolam bilan erimni tashladim, uydan chiqib ketdim dedi. Keyinchi desam, ota-onam natijada olib qo'ydim, hech kimim qolmadi dedi. Haligi nomard erkakning qo'lida 15-20 kuncha qo'g'irchoq bo'ldim, keyin ko'chada bitta jahonchaga aylandim dedi. Keyinchi dedim, shunaqa kasal yuqtirdim, hozirgi kunda men o'limimni kutyapman dedi. Boshqa natija, men o'limdan qo'rqmayman dedi. Qo'rqadigan narsam ertaga egasi yo'li qabristoniga qo'yilaman, tepamga hech kim kelmaydi, chunki hech kimim yo'q. Hayotda eng kerakli bo'lgan, yaxshi ko'rgan insonim erimman, farzandim, ota-onam mana shu kecha bo'ldi, orqamga yo'l yo'q dedi. Shuning uchun internetga ishonish kerak emas ekan deyapti. Eng qizig'i Alloh deyapti, sizga bitta odamni oldingizga juft qilib jo'natdimi deydi. Allohning rejasida xatolik yo'q. Xatoni inson o'zining qo'li bilan yaratadi. O'sha xatosiga keyinchalik afsuslanadi. Men juda ham qattiq afsuslanyapman, lekin foydasi yo'q deyapti. Rashk qilyaptimi? Xudoga shukr qiling. Allohga hamd eting. Demak qalbida borsiz. Yağmur yağar ıslanırsın bayaman. Orzuyim unchalik ko'p emas. Juft halolim bilan oddiy bir uyda, oddiy bir hayot yashab, go'zal ibodat ila iymonli holda Allohga uchrasam bas. Toyyibatu lit-toyyibin va toyyibuna lit-toyyibat deydi. Pok qizlar pok yigitlar uchun deydi. Va pok yigitlar pok qizlar uchun. Assalomu alaykum. Haji? Kim onasidan ayolini afzal ko'rsa, bas unga Allohning la'nati bo'lsin. Kim ayolini onasidan ustun ko'rsa, bas unga Allohning la'nati bo'lsin dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bas bunday kishining tavbasi ham, sadaqasi ham qabul bo'lmaydi dedi Rasululloh. Ko'zimizni katta ochaylik. Soqol qo'yib ochishmalar yuribmizmi? 5 mahal masjidga boryapmizmi? 30 pora Qur'on yodladikmi? Agar ota-onamizni norozi qilib qo'ygan bo'lsak,
Payg'ambarimiz nima deyapti? O'qigan namozi yo'q, qilgan sadaqasini foydasi tegmaydi unga. Odatda odamlar to'yni kechiktirib yurishiga nima sabab bo'ladi desa, u kishi aytadiki, odamlar shu hammani to'yg'izadigan oshga pul topmaguncha yuraveradi, qizini gunohkor qilib deydi. Hammani rozi qiladi-yu, qizini roziligini birov olmaydi deydi. Bu qizga bularni hammasini kelib osh yeyishini nima keragi bor-u? O'g'ilga bularni hammasini qorinini to'yg'izishda nima tashvishi bor deydi. Bunga tezda xotinni olsa ketsa bu deydi, qutulsa deydi. Haqiqatda ham shu. Zulfiqor Ahmad Naqshbandiyning gapi bor. To'y qimmat bo'lgan joyda zino arzon bo'ladi deydi. To'y qimmat bo'lsa, zino arzon bo'ladi deydi. Oho, bu to'yni pulga nechta zino qilib beradi-yu deydi. O'shancha qayerda to'yni biz tezda sarf xarajatini kamroq qilib turib arzon qilib qo'ysak, odamlar keyin begona xotinga qaramaydigan bo'lib qoladi deydi. Buni aql rasvo bo'lib, beobro bo'lib, kasal bo'lib, obro'dan to'kilgandan, ajragandan deydi, xotinni olib halol bola chaqa qilib yashayveraman-da deydi. Buni puliga. Xullas deydi, to'ydagi shu ortiqcha sarf xarajatlar shunaqangi ishlarga sabab bo'lganligi uchun gunoh bo'ladi deydi. Bir-biringlarga qattiq ahdi paymon bergansizlar. Ya'ni sog' bo'lganda ham, kasalda ham birga bo'lamiz. Boy bo'lganda, faqir bo'lganda ham, yaxshi kunda ham, yomon kunda ham, kengchilikda ham, torchilikda ham birga bo'lamiz deb bir-biringlarga va'da berdinglar. Bu va'daga kim guvoh bo'ldi? Alloh azza va jalla guvoh bo'ldi. Demak, haqiqiy mo'mina ayol erini doim yonida turadi. الذين صبروا على ربهم يقولون بما يقولون لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. Kimnidir yo'qotishni istamaganing uchun ko'proq uni tushunishga harakat qilasan. Ko'proq uni kechirasan, jim bo'lib dardingni ichingga yutasan. Tortishuvlar tugagach hammasi iziga tushib ketadi deb o'ylaysan. Ammo aynan shu yerda yo'qotishni boshlaysan. Sen yuraging sinishidan qo'rqayotgan bir paytda qarshingdagi seni ranjitishdan qo'rqmay qolaveradi. Chunki qancha ko'p mehr, shuncha kam qadrlashdir. Hayot shuni o'rgatdiki, qanchalik ko'p tushunishga harakat qilsang, bir kun kelib o'zingga bo'lgan hurmatni yo'qotasan va oxiri bir kun tushunasan. Ba'zan yo'qotishdan qo'rqmaslik kerak. Chunki hayotning yolg'iz tomoni noto'g'ri tomonda bo'lishdan afzaldir. A few moments later. Yo'qchilikni, qiyinchiliklarni yolg'iz o'zi yengib o'tgan insonga munosabat o'rnatganingizdan keyin u insonga shart qo'ymang. Mani olib qolishimga sabab manu narsalarni qilasiz, bo'lmasa meni yo'qotib qo'yasiz degan ba'zi bir shartlaringizni qo'ymang. Ishonasizmi, siz ketishni xohlasangiz, u inson sizga eshigingizni o'zi ochib beradi. Ketishingizga imkoniyat beradi. Chunki yolg'izlikni boshidan o'tkazgan. Siz tashlab ketish bilan qo'rqitayotgan bu qiyinchiligingizdan battarini boshidan o'tkazib kelgan inson u. Hamma narsani yengib, qiyinchiliklardan o'tib kelib, yolg'iz o'zi yenggan insonga hech qanaqa shartni foydasi yo'q. Yolg'iz qolishni o'rgangan, qiyinchilikni boshidan o'tkazgan. Bulari hech nima emas. Ayrilganlaringiz balki qutulganlaringizdir deydi. Balki sizdan ketgan narsalar siz uchun xayrli bo'lishi mumkin.
Bunga xafa bo'layotgan bo'lsangiz, falon qo'limdan ketdi. U siz uchun xayrli bo'lishi mumkin. Ketaman deganda ushlab qolishning iloji yo'q, bari ketadi. Qolaman deganda haydasiz ham iloji yo'q. O'shaning uchun aytadilarki, kelganda joyi tayyor, ketganda yo'li tayyor deydi. Hech narsa behikmat bo'lmaydi. Balki ketgan siz uchun yoki u uchun xayrli bo'lishi mumkin. Bir haromni hayotingdan ketdimi, uni ketgani seni pilisingga. U uchun kuyinma, ezilma. U uchun siqilma. Uni ketgani o'zingni foydangga. Bilasanmi nima uchun? U haromni senga aytgan gaplarini, senga yozgan dilizxorlarini, seni qo'yningga kirardi-ku, o'sha holatlarini yana kimgadir qilyapti. Yana kim bilandir yozishyapti. Yana kimningdir qo'ynida. Uni unut. U iflosni, u marazdi tarbiyasi bo'lganda, u oq tarbiya olganda bunaqa senga xarakterini qilmasdi. Bilasanmi nima uchun? Uni ketganiga shukrona ayt. Chunki u haromidan o'sha haromiga o'xshagan farzand tug'iladi. O'shani ketganiga shukr et. Bilasanmi? U uchun ezilma. U uchun hech qachon ezilma. Unda haromilardan ko'ra bir yaxshi oqilona qizni kutibdir yoki o'sha yigitni kutibdir. O'sha insonni senga Alloh jo'natadi. Undan senga baxt beriladi. O'sha baxtni kutibdir. Sog' bo'ling. Mendan oldin boshqasiga siktirganmisan, rostini ayt. Sendan boshqasiga siktirmaganman. Agar aldasam Titanik cho'kib ketsin. Sizga vaqti bo'lganda siz bilan gaplashadigan inson emas, siz uchun vaqt ajratadigan insonni yaxshi ko'ring. Muhabbat qachon muhabbat bo'ladi? Agar sizni haqiqatan yaxshi ko'rsa, sizni xohlasa, sizga mehr qo'yishni istasa, siz uchun vaqt ajratadi. Ana u inson muhabbatli bo'ladi. Inshaalloh muhabbatingizni topinglar. Faqat mendan xafa bo'lma. Senga o'xshaganlar sevsin. Meni mehrim senga o'g'illigini endi tushunib yetdim. Senga ketkizgan vaqtimni, senga ketkizgan mehrimni toshga ketkizsam, tosh sinib tushadi. Lejbi o'zimga xon, o'zimga bek bo'lib yurganim yaxshi. Menga dobnish. O'zingni baxtingni topasan degan umid. Sog' bo'ling. Bugundan na tirigingni, na o'ligingni qizig'i bor. Sen menga bir bor ekan, bir yo'q ekan o'ynayversang, men ham bo'lgani bo'lsin, bo'lmagani bo'lmay qo'yaversin deb ketaveraman. E'tibor berdingmi? Qo'ng'iroq qilmay qo'ydim, so'ramay qo'ydim, yozmay qo'ydim. Eng muhimi borligim bilan seni bezovta qilmay qo'ydim. Unutma, mendan kuchli sevadiganni topsang, menga ham aytib qo'yishni unutma. O'sha kuni men sevishni bilmas ekanman deb tavba qilaman. Chunki sevishni bilmagan sevilishga haqqi yo'q. Qiz bola internetga rasm videolarini qo'yishini sababi kimdir uni yaxshi ko'rib qolishini xohlaydi. Agar sen bilan gaplashib turib ham u rasm videolarini qo'yayotgan bo'lsa, demak u yaxshi ko'rgan odam sen emassan. Hozirda ko'p qizlar shunday erkaklarni xohlaydiki, sen xavotir olma hech narsadan. Men o'zim hal qilaman hamma yo'qda deydigan. Hamma yo'qda hal qiladigan erkak qayerga borishingizni, kim bilan borishingizni, hattoki nima kiyib borishingizgacha hal qiladi. Agarda yo'q, meni unaqa darajada kontrol qiladigan erkak kerak emas. Menga shunchaki rahsotlarni ko'tarib yursa bo'ldi, lekin menga nima qilishimni buyruq bermasin deydigan bo'lsanglar, unaqa odamlar hech bir zamonda erkak deyilmagan. Ular bir so'z bilan aytganda latta yokida qul deyilgan. Adashtirib qo'ymanglar bularni. Aldashni faqat erkaklarga chiqazmagan hozirgi zamonda. Shunaqa ayol qizlar bor, erkaklarni shunaqa aldab qo'yadi, ana erkak, ana ayolni soliha deb o'ylaydi, soliha. Lekin o'sha ayol bir deganda ikkita, uchtasini sevadi. Ikkita, uchtasiga bir xil SMS yozadi va ikkita, uchtasiga bitta reysni bittaga jo'natib yuboradi. Qara, yodana erkak o'tiradi. Voy, mana xotincham o'zim uylanan shunaqa yaxshi ko'raman. Haqqoniy qiz-da, mana o'sha qiz haqqoniy qiz. Chesniy qiz, bilasanmi? Shunda gaplashadi, mana yuragida beg'ubor, g'ubori yo'q-da, yuragida g'ubori yo'q. Faqat mana deydi deb ishonganini qara. Shunaqa aldab qo'yadi.
Nadoshsa, jonim, mehribonim, nima olasiz? Ayting o'zimni jufti halolim deganmi qara. Shu qizga ishonasanmi? Shu qiz sevasanmi? Ha, bu faqat meni sevadi. Javob beraman 100%. Bu faqat meni sevadi. Ano qiz, ayol shunaqa xitriki, telefonni o'zida beemma qara. Yana eng yomon tomoni bor qizlar. Uchalasini ham sevadi o'sha qiz. Uchalasini ham sevadi. Qaysi biri bilan arazlashib qolsa? Yarashdimi? Davron keladi dechaki masa. Siz bir umr belingiz bukilib ishlasangiz ham menga bunday sovg'a qila olmaysiz. Men adashdim. Ahmoq ekanman. Siz Davron akaga o'xshab menga qasr qurib bera olasizmi? Xohlagan narsamni muhayyo qila olasizmi? Yo'q. Bilezinki buguncha guldek umrimni xazon qilmoqchi emasman. Ko'zim ko'r ekan. Erkakning kuchi mana bu muskullarda emas, balki pulida. Hech qachon xotiningizga yalinmang. Hech qachon. Bo'yningizni sindirib qo'ymang. Xotinga yalingan erkak bo'lmaydi. Xotinga chiroyli muomala qilasiz, go'zal muomala qilasiz, mehr ko'rsatasiz, muhabbat qilasiz, yalinsangiz sinasiz. Ayollarning eng yomon axloqlisi erini o'ziga bo'ysundirmoqchi bo'lgani, yalintirmoqchi bo'lgani. Shuning uchun Rasululloh aytganlar, kechqurun to'shakka chaqirsa, yo'q desa, Allohning la'nati bo'ladi deganlar. Nimaga? Erni yalintirmoqchida u. Hijob birla ziynatlarin to'sgan g'uncham, 17 yil chin islomda o'sgan g'uncham. Taqvoda ham men nodondan o'zgan g'uncham. Ey qoriyam, sen ham meni kutyapsanmi? Ko'nglim sendan o'zga yorni xushlamagan. Hanuz iymon etagidan tutyapsanmi? Qo'llaridan nomahram zot ushlamagan. Ey qoriyam, sen ham meni kutyapsanmi? Agar menga yor bo'lmoqni ko'rmasang ep, yuragimni dard quzg'uni bitirgay ep. Shu yigitni o'zim qori qilarman deb. Ey qoriyam, sen ham meni kutyapsanmi? Unutma inşallah, unutursan kahrolur. Öyle olmaz. Beni unutma inşallah, unutursan kahrolur. Dilerim öyle olmaz. Axlatni axlat qutisiga tashlagandan keyin uni yana uyingizga olib bormaganingiz kabi hayotingizdan chiqqan insonlarni ham takror hayotingizga qo'shmang. Отношенияda zapas variant ekanligingizni hozir sanab beraman. Birinchisi, siz unga boshqalar haqida gapirganingizda sizni rashk qilmaydi. Nol vнимание, chunki sizni yo'qotishdan qo'rqmaydi. Ikkinchisi, qayerda, nima bilan band ekanligi haqida gapirmaydi. Uchrashamiz deydi, lekin kuni va soatini aniq aytmaydi. Chatni davom ettirish faqatgina sizni bo'yningizda. Siz savol berasiz, u javob beradi. Siz savol berasiz, u javob beradi. Toki birinchi bo'lib o'zingiz yozmaguningizga qadar u sizga birinchi bo'lib yozmaydi. Faqatgina zerikkan vaqtida yozishi mumkin. Va asosiysi va'da bermaydi. Bergan taqdirda ham umuman bajarmaydi. Menga kattalar aytishgan edi. Bolam, o'zingga shunday ayol tanlaginki, ertaga ishlaring yurishmay qolsa, yig'lab uyiga boradiganini emas, yig'lab Allohdan so'raydiganini tanla deyishgan. Shuning uchun qidirib yurib shunaqasini. Bir gap bo'lar. Dayuslar. Jannat eshigi yozib qo'yilgan. Sen dayusga haramsan deb. Dayus kim? Makiyajni qilib, manikyur, pedikyurni qilib, atirlarda chiroyli sepib, taq oyog'ini urib, avratlarni ochadigan kiyimni kiyib chiqib ketayotgan paytni ko'rib indamayotgan ota dayus. O'zini qizg'anmaydigan odamni dayus deydi. O'ziga qarashli ahli ayollarni begona erkaklardan qizg'anmagan kishi. Qalbi kasal bo'lgan,
fitrati buzilib bo'lgan kimsa. Qiziga shim olib berib, aptashga futbolkalarni kiygizib, qomatini ko'rsatib chiqarib yuborgan aka-ukalar dayus. Jannatda hidini ham hidlamaydi. Bunaqa dayuslarga jannat yo'q. Chunki dayusni amali ham qabul bo'lmaydi, jannatga hech qachon kirmaydi. Ketayotgan paytingizda shundoq qo'lingizdan ushlab mast oldingizda biz hamma narsaga erishamiz. Hamma tashlab ketsa ham mast oldingiz bo'laman deydigan odam bo'lsa, eng mazza joy mashina. لجوت بعيون كلمتين قربي وابتعادي وبروح اقسام الماضي على اللي يستعيده. Mayli xunuk bo'lsin. Agar maqtanish uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, bitta kalla shunda ko'rsating, mintasi oyog'ingizni o'pishga tayyor bo'ladi. Ko'chada yurganda har bitta ko'zdan o'q qochgandan ko'ra, tinchgina, ichi toza, sevgisi haqiqiy. Xunuk bo'lsa ham ayolim deb faxrlanib aytishga arziydigan odam bilan yashagan yaxshi. Chiroyiga uchib, ertaga ayrim bir insonlarga o'xshab, g'ururimizni yerdan qidirib yurmaylik. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini ajrata oladi. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini topib keladi. Itga qancha toza ovqat berib, mehr berganing bilan baribir shu musturxonasiga qarab yugurib ketadi. Shuning uchun qalbingning eshiklarini yopib qo'y. Hozirda kelib ketadigan dajitlar ko'payib ketgan. O'zi qiz bolani oldiga 10 ta soqchi qo'yib qo'ysang ham qo'l oyog'ini boylab ushlab turib bo'lmaydi. Qilaman degan ishini ko'zi bilan ham qilaverar ekan. Ko'zlari ko'r bo'lsa-chi? Xayoli bor-u, o'zida bo'lmasa qiyin. Bundan ko'chaga yugurmagan, 5 mahal namozini o'qigan, avratini yopgan, iffatini saqlagan, Robbisini tanigan ayol. Hayotda o'zini, vazifasini nima ekanligini tushungan ayol. Bunday ayolga ega bo'lgan erkak haqiqiy baxtli erkak. Muborak Ramazon kirib kelyapti. Muborak bo'lsin Ramazon. Biz ustimizga birodarlar xayriyat, barakat, mag'firat hamda do'zaxdan ozod bo'lishlik oyi Ramazon oyi kelyapti. Muborak bo'lsin. Kelayotgan Ramazonni hammamizga Alloh muborak qilsin. Mana shu shijoat bilan, muhabbat bilan, g'ayrat bilan tutaylik. Muhabbat bilan qilingan amal sizga rohat beradi. Alloh azza va jalla hammamizga Ramazonni muborak qilgan bo'lsin. Hozirgi aytadigan gapimdan keyin aniq qizlarni yomon ko'rib qolishadi. Lekin achchiq bo'lsa ham aytaman. Sizlar uchun borini berishga tayyor bo'ladigan o'g'il bolaga hech qachon imkoniyat qoldirmaysizlar. Lekin qattiqdir bir badnik, 3-4 ta qizlar bilan gaplashadigan bolalarga o'zinglarni topshirib qo'yasizlar. Nimaga? Chunki sizlar haqiqiy sevgini bilmaysizlar. نمتونم و خدا دخمت هم ممرم هر بشین ناید دوما هم نفسم مرچی کسم زندگی فقط تونی کل کسم شمل من اصلا نشتن خدا برا نمتونم و خدا دخمت هم ممرم هر بشین ناید دوما هم نفسم مرچی کسم زندگی فقط تونی کل کسم شمل من اصلا نشتن خدا برا نمتونم و خدا دخمت هم ممرم هر بشین ناید دوما هم نفسم مرچی کسم زندگی فقط تونی کل کسم شمل من اصلا نشتن خدا برا نمتونم و خدا دخمت هم ممرم هر بشین ناید دوما هم نفسم مرچی کسم زندگی فقط تونی کل کسم
manda ham bor edi oxirgachami samxin deydigan inson. Xos qatta deysizmi? Hozir kimgadir borib oxirgacha deydi. Ayrim qizlar bolalar bizdan zerikmaslik uchun gaplashadi. Gaplashib tashlab ketadi deb aytasizlar-ku. Men o'shaning sababini aytaman sizlarga hozir. Yaxshi ko'rgan yigitingiz bor, misol uchun siz qiz bolasiz, bugun kursdoshlaringiz bilan yoki sinfdoshlaringiz bilan o'tirishingiz bor. Yigitingizdan so'raysiz, bormi, uyda o'tir dedimi? Demak, siz uyda o'tirishingiz kerak. Chunki sizga aytyapti, qizg'onadi, sevadi, atrofingizdagi bolalarga ishonmaydi, shuning uchun uyda o'tir deb aytadi hamisha. Siz uni aytgan qilmasdan bir marta bordingiz, ikki marta bordingiz, qarasiz, yigitingiz borma desa ham boryapsiz. Nima foydasi yo'q ekan gapirgan deydi, bolalarda ham borma, ko'ngli bor-da. Gap o'tmayaptimi? Gap o'tmagan sari ko'ngli qolib ketaverasizdan, o'sha sevgan insondan. Shuning uchun biz ko'pincha tashlab ketamiz. Bor nimaga? Chunki aytganimizni qilmaysizlar. Misol uchun hech qaysi sevgan inson yaxshi ko'rgan qiziga yomon bo'lsin deb aytmaydi. Tushunyapsizlarmi? Qanaqa fikrdasizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyin bolalarni ayblaysiz o'zingcha. Zerikib tashlab ketdi, gaplashib tashlab ketdi. Aslida aybdor o'zing emasmi? زمن تخطفني فلم سنقود الدنيا سنقود الدنيا سنقود الدنيا بالأنفال ونحطم كفرا Roman chiroyli turish uchun emas, chiroyni to'sish uchun o'riladi. Get on your knees. Say there you go. On your knees. Well, sure, yeah. Depends on the time of day, I guess. Say Ah. No. This is number one bullshit. مسلم يا زمن الصف القاتل جاوت قلبي المجروح لا 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 يا زمن الصف القاتل جاوت قلبي المجروح لا 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 صوفي سني أي سني سلفي كود سلفي كود حبيبي يا حبيبي يا حبيبي انت فين Nima bo'ladi? Men bo'lardi. Valdadi. Men ishondim. Men ketdim, u ishonmadi. Sendan boyroq oiladan kutmoqda ular sovchi, lek buni aytolmay qog'ozga o'rab, deydilar qizim o'qimoqchi. Agar hurmat qilmaydigan bo'lsa, erkak kishi hurmat qilinmagan joyda eng vысший sort любовь bo'lsa ham ketadi. Eng cho'tki sevgi bo'lsa ham ketadi. Bu hurmat bilan. Agar unda boshqalar uchun vaqti bo'lsa-yu, lekin siz uchun vaqt bo'lmasa, bu siz unga muhim emasligingizni anglatadi. Esingizda tursin, vaqt birinchi o'rinda turadi va har kim o'zi qadrlaydiganlar uchungina vaqt ajratadi. Avtobusda borib kelaman. Uni o'ziga. Xo'p. Bu ham kerak bo'ladi. Hozir men senga 9000 so'm bergan shunchalik xursand bo'lasan. Ha? Liskot qilsa, ana. Mashallah. Shunaqa qizlar bor, bir ko'rganda uylanging keladi. Biriga o'sib, rivojlanging keladi. Hech qanaqa xirs bilan qaramaysan. Ular bilan soatlab gaplashging, soatlab eshitging keladi. Yana ba'zi qizlar bor, ularga qaraysan-da, keyin o'zingga aytasan, "Kel, uylanmay, so'qqa bosh bo'lib o'tganim yaxshimikin" deb o'ylaysan. Shunga bekorga aytmasa kerak deb o'ylab qolaman. 5 qo'l baravar emas deb. Shunaqa gaplar.
Bo'pti mayli, men seni baxtli qilolmayman. Men senga yetmayman, mayli. Xo'p, men bo'lmasam, mensiz baxtli bo'la olasanmi? Agar kimdir meni tashlab ketishni xohlasa, men ham bunga ruxsat bersam, u odam men uchun o'lgan. Qiziq, sekin, jim. O'liklar gapirmaydi. Hammangiz quloqlaringizni ochib eshiting. Men bu qo'lni tutdim. Allohning izni bilan o'lgunimcha qo'yib yubormayman. Bilasizlarmi, erkak kishi qachon sinib ketadi yoki sinmasa ham yuraklari parchalanib ketadi. Yaxshi ko'rgan insoni boshqa erkaklar haqida gapirsin. Boshqa insonlarni maqtasa va ular haqida so'z ochsa. Eng yomoni xiyonatga tushasa erkak kishi. Juda qattiq udar bo'ladi, hayotidagi eng katta sinish desa ham bo'ladi. Endi o'sha partnyori bu xatoni qilsa va yana qaytadan qilsa, bularni bilasanmi? Kimlar qiladi? O'ziga bo'lgan samatsenkasi pas, o'zini yerga urib yuborgan insongina qiladi. Lekin afsuski, jamiyatimizda hozir bunga yengil qaralyapti. Nafsimizga urg'u berib olganmiz. Umuman o'zi kechirmaslik kerak xiyonatni. O'g'il bola shu ikkita yo'li bo'ladi. Dal shu o'zini sindirib pastga olib ketish, ikkinchi yo'li o'zini ustida bosib ishlash. Senga sodiq ayol doim seni asabiylashtiradi. Chunki bu sen to'lashing kerak bo'lgan badal. Haligi ayollar esa hech ham asabingga tegmaydi. Chunki ularni kuldiradigan boshqa erkaklar bor. It's so rolling, not a stop. Watch shit don't never stop. طويل الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميل Bismillah deb boshlash nima degani? Orqamda Alloh turibdi degan. Ya'ni meni suyanadigan joyim Alloh degan. Allohning nomi bilan boshlayapman. Zo'ring bo'lsang oldimga ket degan. Zo'ring bo'lsang oldimga ket degan. Lekin siz orqangizga Allohni olib qo'yib, qanday qilib bu yo'lda haromni,
yolg'onni, xiyonatni aralashtirishingiz mumkin. Unda siz Allohga xiyonat qilgan bo'lasiz. Bismillah deb boshlash nima degani? Orqamda Alloh bor degan. Zo'ring bo'lsang oldimga ket degan. Zo'ring bo'lsang oldimga ket degan. Vafot etishing bilan dastlab noming unutiladi. G'assol kelib jasad qayerda deydi. Mansabingni ham, nasabingni ham, hatto nomingni ham so'ramaydi. Janozangni o'qishdan oldin imom marhumning yoshi nechida edi deydi. Mansabingni ham, nasabingni ham, hatto nomingni ham zikr qilmaydi. Keyin tobutni ko'taringlar deyiladi. Bunda ham na mansab, na nasab va na noming eslanadi. Tobut bo'ladi balki isming. Mayitni qabrga qo'yinglar deyishadi so'ngida. Nomingni eslashmaydi. Mayit sening noming u yerda. Shunday ekan, zohiriy narsalar ila g'ururga ketma. Dunyoga sarmast bo'lma. Men falonchiman deya kekkayma. Kim bo'lishingdan qat'iy nazar kun kelib noming bilan chaqirishmaydi. Jasad, marhum, tobut, mayit deyishadi. Magar sog'lom qalbgina senga asqotadi. Manmanlikdan, kibrdan sog'lom bo'lgan qalb. Bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Qilgandan foyda yo'q ekan. Undan ko'ra hammasi yaxshi bo'lishiga ishonib, harakat qilib, mehnat qilish kerak ekan. O'shanda hammaga yaxshi bo'lar ekan. Atrofingdagiga zararing tegmas ekan. Мне похуй. Мне просто похуй. Мне похуй. O'tmishni eslagim kelmaydi. Kelajak ham qorong'u. Hayot esa meni achchiq haqiqat bilan yuzma-yuz qilib qo'ymoqda. Taqdir meni qaylarga boshlayotgani, oldimda yana nimalar kutayotganini bilmayman. Kuchsiz erkaklar hayotini ayollar ortidan quvib isrof qiladi. Ayollar quvvatli erkaklarga hurmat bilan qaraydi, ammo quvvatli erkaklar diqqatini o'z missiyasiga qaratadi. Eng bardoshli erkaklar esa tasdiqqa bo'lgan ehtiyojdan ham yuksalib o'tadi. Ular olqishlarga, maqtovga yoki o'tkinchi lazzatlarga befarq bo'ladi. Odamga hayotida bir necha marta imkon beriladi. Ularni vaqtida ushlab qolmasang, keyingi hayotingdan butun umr nolib o'tasan. Top kelayotgan pulimizga yigitlar juda qattiq e'tibor beraylik. Mayli zo'r yegizmaylik, zo'r kiytira olmagan bo'laylik, muhimi halol yegizaylik, inshaalloh kam bo'lmaymiz. Shuning uchun ko'p olib kelmang uyga, katta olib kelmang, mayli, muhimi halol olib keling. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون Ayolingiz bor joy sizga vatan hisoblanadi. Yana ham bir majoziy ma'noda ayol vatan deyiladi. Ayolga xiyonat
vatanga xiyonat deyiladi. Shunaqa desam, yozishdi, bo'ydoqlarchi deb. Bu bechoralar vatanga O'sha pulga mehr qo'ygan bola bir paytlar kimgadir kerak bo'lishni xohlagan. Откуда ты? Как зовут тебя? Endi men sizda nabub bo'ldim. Atlara bir qo'shiq aytib beraman. Kim bu bola? Qo'shiq bola. Qo'rangga yo'qda. Shirin bola. Bu siz bola. Bu masayam işim menike. Sen bas. Uzun sizde bola. İnşallah. Watch more than İnşallah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Oh my god, I hope it's gonna make your evening funny like mine. Why is it so funny? I don't know, but I can't watch it. Oh my god, look at it. Oh Jesus. Happy Christmas! How are you? أنا سلمك بس أقول thank you thank you خلاص تبي بتعيدي How are you? thank you قلت thank you قلت thank you How are you? thank you
Sanki vallahi. Dasta pullar topgan bilan dunyo ortidan chopganing bilan tillolar koniga botganing bilan bu dunyo moliga ko'zing to'ymaydi. Qabrda yoningda hech kim bo'lmaydi. Sen qurgan